Akalar, Yevrozavodda zavodga kelganman. Hozir bularni sizlarga tanishtirib o'taman. Qaranglar, 50 ga 2 metr bo'lar ekan, xudo xolasa, kilolari 70 kilo bo'ladi. Aka, keling, tushirishaylik. Sizga qarashib boraymi? Obunachilar, qaranglar. Egilishlari ham umuman yo'q, mustahkamidan bo'ladi. Fasonlari 10 xildan ortiq bo'ladi. Xudo xolasa, videoda yararlashmay turing, men buni o'rnatish jarayonlarini ham narx-navolarni oxirida aytib ketaman. Sizlarga aytgan joyimga keldim. Mana bu batta kelib o'rnatib olishdi. Xudo xolasa, batta narxlari qiziq. Narxi mana shu yerdan mana shu ikkacha, mana ikkita ustidan 1, 2, 3, 4 ta kasetasi 340 ming so'mga olib kelib o'rnatib berishadi. Bepul, xudo xolasa. Matlari ochiq bo'ladi, ichlarini yamashadi, qimirlamaydigandan bo'ladi. Toshlari qoqib, shuvab, chiroyli mahkam bo'ladi, qimirlamaydigandan bo'ladi. Betonini quyib, chiroyli bo'lib ketadi. Xullas, bir kunda 60 metrdan 70 metrgacha o'rnatib berishaveradi. Xudo xolasa, Farg'ona bo'ylab, ha? Bitta gruppamiz, 3 ta gruppamiz. 3 ta gruppalar bor, 10 ta odam, 12 ta bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, o'rnatib berishadi. Xudo xolasa, zavodlarni ko'rsatdik. Hassan nomloqalar ham bemalol aloqaga chiqaveramiz. Shunaqa devor, zabor kerakadigan bulardan akalarga video jo'natib qo'yamiz. Dastlabki Farg'ona bo'ylab, Oltiariq, Farg'ona, bag'i Yazyavon, Asaka, Tekin. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda faqat yo'l kirasini berasizlar, xolos. Ishchilar borib kelganiga xizmatini berasizlar, bo'ldi. Pasal nomlardan bemalol aloqa chiqaverasiz.